Doğru səliminlik bo'lmagan. Agar shu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, darrov yoqingizga berib qo'ying, like bosish yoddan chiqmasin. Like bosib, shu videomizni ko'rib keldim deganlara 3 million so'mdan tashqari bir dana televizor ham beraman do'stlar. Hali unaqasi bo'lmagan. Assalomu alaykum yurtdoshlar, sog'misiz, omonmisizlar, Lider Texnik obunachilari. Hammangizga rahmat diyecekman. Muhidi aktiv, vobshe zo'r. Bilasizlar, har videomda kommentariy show qo'yib turibman. Xudo xolasa kommentariy showni ham egalarni topshirib turibmiz. Hammasi kelib turibdi, hammasi davonli. Ro'za Ramazon oyida hammani xursand etishga harakat etib turibmiz. Bilasizlar, har safar har xil video chiqarib turibman. Xaradinlik haqida chiqardik, kirmashinlik haqida chiqardik. Bugun Xudo xolasa sizlarga bir konditsioner haqida ozroq bir tushuncha berib o'tacakman. Qo'limdan kelgancha ma'lumot berishga harakat etaman. Videoni boshida bir like-larni bosib, bizlarni bir podpishlat tursanglar, Xudo xolasa yangiliklarning zo'rlari bo'ladi. Ozgina konditsioner bir qator ko'rsatib o'ting. Lider magazinimizda konditsionerda assortimentda juda ko'p har xil turlari bor. Konditsionerni bilasizlar, sezon tanlamaydi. Konditsioner degan narsa misol uchun hamma vaqt kerak. Yozni chilla issiqligida uyingizni salqinatib beradi, qishni qattiq sovuqlaringizda uyingizni qizdirib beradigan zo'r konditsionerlar bor. Lekin bizning xalqimiz misol uchun galadidan konditsionerni necha kundan tanlashni bilmaydi. Bu konditsioner degan narsani tanlagan vaqtimda men hamma vaqt aytadigan narsam juda ehtiyot bo'lish kerak. Chunki xonadinlikni misol uchun yo kirmashinni yo televizorni arzonini olsangiz, yo bo'lmasa sifat pastroqini olsangiz ham ma'lum bir foiz ishlaveradi misol uchun. Amallab ishlasa bo'ladi. Lekin konditsionerni misol uchun sifat sizini olib qo'ysangiz, ertang siz foydalana olmay qolishingiz mumkin. Nima uchun? Misol uchun hozir konditsionerni olishdan maqsad odammi? Uyingizda sovutish yo qizdirish bo'ladi. Endi bu konditsionerlarni misol uchun hozirgi kunda har xil turlar chiqib ketgan. O'zi 12lik bo'lib kelib turibdi, lekin motorlari kichkinagina 9lik bo'lib, pashti 9lik bilan bir xil. Nima uchun desanglar, narxini arzonlatib berib turibdi zavoddan, lekin sifat ham shunga yarasha bo'lib turibdi. O'zi 9lik konditsioner 15 kvadratdan 20 kvadratga deyin, 12lik konditsioner 36 kvadratga deyin, 18lik konditsionerlar esa 50 kvadratdan 70-65 kvadratga deyin qo'yilishi kerak. Endi bizning xalqimiz aytadi, keladi, misol uchun pulini tejiyman deb turib, konditsionerni arzonroqlarni olishga harakat etadi. Bir garantiyasi bor-ku deydilar, 3 yil garantiyasi bor-ku deydilar. Yurtdoshlar qaranglar, shularga bir ahamiyat berik. 3 yil garantiya degan narsa, misol uchun ishlab chiqaruvchi zavod hamida servislari bo'ladi. Bu buzilib qolsagina, misol uchun servis odam borib turib ko'rib beradi. Agar buzilib qolmasa uzatib beriladi. Lekin ertang yozni chilla issiqda ishlab bera olmasa, yo bo'lmasa qishni qattiq sovuqlarida ishlab bera olmasa, bu narsaga javob bermaydi servis. Chunki har bir konditsionerni o'zine yarasha graduslar bor, o'zine yozib turibdi, o'zine hemen sana bir sana -7 gradusda ishlayman, bir sana -15 gradusda, bir sana -20 gradusda ishlayman deb hammasini ko'rsatilgan. Endi misol uchun -7 gradus ishidan konditsionerlarni siz olsangizda ertang -15 gradusda ishlab bermay turibdi konditsionerning sifatsiz ekan deya olmaysiz. Chunki siz shunga yarasha narsa olgansiz, shunday narsa sotib olgan bo'lasiz. Bu narsa servis garantiyaga yo bo'lmasa do'konchiga jalb etganingizda befoyda bo'ladi. Shuning uchun konditsioner olajak vaqtida o'ta ehtiyot bo'lish kerak. Bizning Lider magazinimizdan kelib konditsioner xarid etsangiz, biza o'zini 3 yil garantiyasidan tashqari, u servis garantiyadan tashqari qishni yozni garantiyasini adini bosib beramiz. Bu nima degani? Misol uchun siz hozir fevral oyida misol uchun konditsioner olib turibsiz, lekin ertaň yozni issiq vaqtida necha deb ishlab berishini siz bilmaysiz. Misol uchun, ya bo'lmasa hozir pogodalarimiz uchun +5 gradus, 10 gradus bo'lib turibdi, lekin ertaň qattiq sovuqqa kirgan vaqtida qizdirib beram yo'qmi bilmaysiz. Shuning uchun biza agar qishda -15 gradusda ishlaydi deb reklama qildikmi, yo -20 gradusda ishlaydi deb reklama qildikmi, biza shu narsaga javob beramiz, yozib, qo'l qo'yib pechat bosib beramiz. Agar qishda -15, -20 gradus sovuqda ishlab bera olmasa, biz almashab beramiz deb yozib qo'lingizda dokumentda pechat bosib beramiz. Bu addiy sinov muddati bo'ladi. Ya bo'lmasa yozni chilla issiqda ishlab bera olmasam, biz almashab beramiz deb garantiyalarni bosib beramiz. Shuning uchun galadan bo'lsanglar, bizda konditsionerdan muammo yo'q. Lider magazinimizga kelib turib, uyingizni razmerini aytsangiz, misol uchun uyingizni joylashuvini, razmerini, uyingizda tok nechik, uyingizda gaz bor yo'qligini aytadigan bo'lsangiz, biz shunga qarab tavsiya beramiz. Chunki konditsionerni ko'p odam aytadi, keladi 36 kvadrat deydidan, bo'ldi men 36 kvadrat 12lik ber deydilar. Lekin 36 kvadratdan har xili bo'ladi. Magazinlar 36 kvadrati boshqa narsa, uyni 36 kvadrati boshqa narsa. Magazinlar misol uchun dvoynoy hisoblanadi. Chunki u yerda patera ko'p bo'ladi, eshiklar ko'p ochiladi, yo bo'lmasa issiqlikni yaxshi ushlab bera olmaydi. Shuni hisobini, biz shuni hisob kitobini olib turib, sizga to'g'ri tavsiya beramiz. Shuning uchun gelip durup kendisi aladan bolsanglar, bize de almasanglar ham, başka magazinlarda alsanglar ham, bizatini yazdırıp anglar. Çünkü az bilasizlar,
Lider magazinimizda takliflar juda ko'p. Hozir hamma viloyatlardan, hamma rayonlardan gap turibdilar. Shunday taklifdan boshqa magazincha beraman deb turib, arzonroq narsaga, misol uchun podarka qo'shib berib turib, ertang sifatsiz narsa berib turgan do'konchilar ham ko'p. Shuning uchun biza shunday pulingizga kuymasligingiz uchun, arzon narsa olib qo'ymasligingiz uchun biza shunday andi sinov muddatlari bilan beramiz. Siz ham agar boshqa magazindan olgan bo'lsangiz ham, misol olajak bo'lsangiz ham, обязательно yozdirib oling. Agar qishda qattiq sovuqda -15 gradusda ishlolmasa, yo +55, +50 gradus issida ishlab beramasa, almashab beraman deb yozib, qo'l firmangga pechatini bosib berding, ko'p do'konchi aytolmaydi u narsani. Chunki sizga yaxshi narsa berish kerak, yaxshi narsaning narxi ozroq, qimmatroq bo'ladi. U qimmatroq narsaga taklif bo'lmaydi. Shuning uchun bizning magazinimizda eng zo'rini, eng arzon narxda, yanında podarkalari bilan olsangiz, yana aytganimdek 100% garantiya beriladi. Endi konditsionerning narxlarini nechik? Hozirgi kunda bilasizlar 12 lik konditsionerlar 1.4 2 million 700 ming so'm, 1.4 3 million so'm. Bu arzon ko'rsatish, magazinning o'zini arzon ko'rsatish. Arzon ko'rsatgan boshqa narsa. Arzon berib, sifatli narsa bergan boshqa narsa. Misol uchun 2 dana konditsioner, 3 dana konditsioner ko'rsatib arzon narxda aytganim befoyda. Sizga eng yaxshi narsani berish kerak. Ertang u arzon olganingiz bilan siz magazinda hozir xursand bo'lib chiqib ketganingiz bilan ertang uyingizga borib turib shu narsadan hazat foydalana olmasangiz befoyda u narsa. Siz hozir bergan misol uchun kelishib yaxshi narsa olib ketib ertang dalniy siz hazat ishlatishingiz kerak. Yillar davomida 10 yil, 15 yil hazatib qishning qattiq sovuqundan hazatib qizdirib uyingizni, yozni chilla issiqlandan hazatib bilan meringizni sovutib tursa, bu narsadan siz rohatlanasiz. Ertaga shu magazinda siz doimiy klienti bo'lib qolasiz. Ertaga yana izlab kelasiz. Bizning maqsadimiz ham shu. Sizga zo'r narsa bersak, ertaga hazatib yana ishlatsangiz, ertaga yana bizani izlab kelsangiz, qo'ng'ishlavangizlar, qarindoshlaringizlar hammasini bizga tavsiya qilsangiz, bizga shu narsa kerak. Shuning uchun biz eng yaxshilarini, eng zo'r taklifda beramiz. Endi konditsionerning narxlarini bir qator aytib o'taman. Keyin taklifni zo'r ham bor bizda. Hozir bir qator narxni ayting. Birinchi chunki bizning xalqimizga narx qiziq. Hozir sizlarga bir qator narxlarni aytib o'taman, keyin taklifdan aytaman. Qaranglar. Bizda hozir artelni 1, 2, 3, 4, 5, 6 xil modeli bor. Narxlari 3 million 800 ming so'm, 4 million so'm, 4,5 million so'm, 6 million 200 ming so'm model narxlari bo'ladi. Avalonimizda ham 6,5 million so'mlik modeli bor, 5 million 800 ming so'mlik modeli bor. 5,5 milliondan sotilgan Samsung'larimizning narxini 4 million 200 ming so'mga tushirib tashlaganmiz do'stlar. Royson kompaniyamizga ham 4 million so'm, Shivakilar 4 million 700 ming so'm, Rostolarimiz ham 4 million so'mdan. Bu tarafdan Premierlarimiz ham 4 million 200 ming so'm, Ziflerlar 3 million 800 ming so'mdan do'stlar. Bizdan kelib turib bu 3 million nechun yozilgan deysizlarmi? Bizdan kelib turib istalgan bir konditsionerni xarid etsangiz 3 million 900 ming so'mlikmi, 4 millionlikmi, 5 millionlikmi, 6 millionlikmi farqi yo'q. Yanında yana 3 millionlik narsa mutlaq tekin olsanglar bo'ladi. Bunun içinde dastavki ustunovkisi ham mutlaq tekin bo'ladi. Barabanni aylantirib bilasizlar, barabanda sizlar uchun damoz ham qo'yganmiz. Damoz uzib ketsanglar ham bo'ladi. Keyin Ro'za Ramazon oyi uchun shu videolarimizga like bosib, videoni yaqinlaringizga yuborgan bo'lsanglar, ajoyib onda yanında yana bir podarka qo'shib beraman sizlarga. Doğrusu bunday bo'lmagan, ishoninglar. Agar shu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, darrov yaqingizga yuborib qo'ying, like bosish yoddan chiqmasin. Like basıp şu videomuzu görüp geldim degenlere 3 milyon so'mdan tashqari bir dana televizor ham beraman do'stlar. Hali unaqasi bo'lmagan. 100%. İşaninglar, bir dana konditsioner aldınız. Misol uchun 4 million 200 ming so'm aldınız. Dastavki ustunovkilari mutlaq tekin bo'ldi. Yana 3 millionlik narsa tekin oling. Xalasangiz kir mashina, xalasanglar gaz plita, xalasanglar boshqa narsa. Undan tashqari şu videolarga like basıp geldim. Men o'zingning lider texnik kanalingdan geldim deganlar uchun bir dana 32 lik televizor ham shunday podarka bo'ladi do'stlar. Menimcha hamma narsa tushunarli bo'ldi deyman. Getirgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar. Hammangizni Lider magazinda kutib qolamiz. Bizning adresimiz 4 Buyum bozorning ichida 453-magazin bo'ladi. Biz hozir shu ekranlarda telefon nomeri qoldiramiz. Bizga endi bog'laninglar. Bizda onlayn savdolarimiz ham mavjud. Bemalol agar bizani chet yurtlardan ko'rib kuzatib turgan bo'lsanglar, bemalol onlayn savdo etsanglar ham bo'ladi. Video YouTube'da ko'rsatib, hamma narsani chiroyli ma'lumot beriladi. Uyingizga borib dastavki ustunovka bo'lgandan keyin to'lov qilsangiz ham bo'ladi. Keyin bizda agar mablag'im yo'q meni deydigan bo'lsanglar, bir pasport evazini 3 oy, 6 oy, 12 oy bölüp to'lasham olsanglar bo'ladi. Hammangizga rahmat deymiz. Getirgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Agar video davomida xato kamchilik ketgan bo'lsa, ming bar uzr so'raymiz. Keyin konditsionerlarimiz 18 lik, 24 likni aytmay qolibmi? 18 liklarimiz ham narxlari 5 million 200 ming so'mdan 9,5 million so'mga deyim bor. 24 lik konditsionerlarimiz ham narxlari esa 8,5 million so'mdan ta 12,5, 13, 14 million so'mga deyim bo'ladi. Hammangizga rahmat, hammangizga